Seni Allohga qo'ydim dedi. Agar Allohni taniydigan odam bo'lsangiz, butun vujudi titrab ketish kerak. Seni Allohga qo'ydim deyapti. Sotda yutib chiqdingiz. Tanish bilishlaringiz ko'p. Uni haqqini o'zingiz qilib oldingiz. Buni tanish bilishi ham yo'q, quvvati ham yo'q, hech narsasi yo'q. Qozi hukmni ham chiqarib berdi sizni foydangizga. Ammo bilasiz uni haqqini yeganligingizni. Bilasiz unga zulm qilganligingizni. Hushyor bo'ling. Agar sizni Allohga qo'ydim deydigan bo'lsa, tugadingiz. Haqqini qaytarib bering, uzr so'rang. Hayotni qarasanglar, birodarlar, misollar to'lib yotibdi. Palonchi bo'yni uzilib ketibdi, palonchi juvonmay bo'pti, unda bo'pti, bunda bo'pti. Hamma bunga guvoh bo'ladi-yu, nima uchun shunaqa bo'lganligini hamma bilmaydi. Zulm qiludi-da.